Necha yoshingizda turmushga chiqishingizni bilish vaqti keldi. Buni hozir sizlarga o'rgataman. Buning uchun bizga sizni tug'ilgan sanangiz kerak bo'ladi. Masalan, 8-yanvar 2002-yil tug'ilgan sanangizni olamiz. Undan so'ng qiladigan ishimiz tug'ilgan kun, oy va yilni bir-biriga ko'paytirish bo'ladi. 8 ko'paytiruv 1 ko'paytiruv 2002. Chiqqan javobni yozamiz. 5 xonali son chiqdi. Biz buni 6 xonali qilib olishimiz kerak. Buning uchun oxiriga 0 qo'shib qo'yamiz. Undan keyin qiladigan ishimiz, demak, mana shu raqamni yozish bo'ladi. Chiqqan raqamni biz yoshimizga bo'lamiz. Masalan, biz 24 yoshimizni bilmoqchimiz. Bo'lamiz 24 ga. Chiqqan javobni birinchi to'rtta raqamini yozamiz. Keyingi qadam, demak, mana shu javobingizni yana yozasiz. 66 73. Undan so'ng raqamlarni alohida bir-biriga qo'shib olamiz. 6 ga 6 ni qo'shsangiz 12. 7 ga 3 ni qo'shsangiz 10. Chap tarafdagi raqam emas, bizga o'ng tarafda turgan raqam qiziq. Ya'ni 10. Agar mana shu o'ng tarafda sizda 5, 7, 10, 11 yoki 16 raqamlari chiqsa, demak o'sha yili siz turmushga chiqishingiz, uylanishingiz, homiladorlik yoki farzandli bo'lishingiz ehtimoli juda yuqori. Kelajagingiz haqida batafsilroq bilishni xohlasangiz, o'zimga murojaat qilasiz.